Assalomu alaykum, sirlarini tun qorong'usida o'z qalbida qulflab yashaydigan dardli azizlarim. Farrosh hikoyalari kanaliga yana bir bor xush kelibsiz. Siz qachondir o'z hayotingizni bitta suratga joylay olganmisiz? Men joylaganman. Keyin esa o'sha suratni o'z qo'llarim bilan yoqib yuborganman. O'tmishdan qochish uchun shunday qilgandim. Lekin o'tmish doim bizni quvib yetadi. Men Rustamman. Samarqandning eski shahrida kichik fotostudiyam bor. Faqat eski suratlarni tiklayman. Yangi suratga tushirishni yomon ko'raman. Chunki yangi suratlar yolg'on gapiradi. Odamlar ularda doim jilmayib turishadi. Eski suratlarda esa haqiqiy dard yashiringan bo'ladi. Men o'sha dardlarni qog'ozga muhrlayman. Bugun havo juda sovuq edi. Derazamni tinmay yomg'ir savalardi. Xonada faqat qizil chiroq yonib turibdi. Havoda eski fotokimyoviy moddalar hidi anqiydi. Eshik qo'ng'irog'i chalinganda soat tungi 11 edi. Bu vaqtda odatda hech kim kelmaydi. Eshikni ochdim. Ostonada yomg'irda ivib ketgan bir qariya turardi. U menga qora matoga o'ralgan tugun uzatdi. Hech narsa demadi. Shunchaki tugunni berdi-yu zulmat ichiga singib ketdi. Tugunni ochdim. Ichida eski zanglagan fotoapparat bor edi. Uning ichida esa bitta ochilmagan tasma turardi. Yuragim negadir tez ura boshladi. Bu apparat menga juda tanish edi. Men uni 5 yil oldin Madinaga sovg'a qilgandim. O'sha mudhish ayriliqdan bir kun oldin. Madina mening butun dunyom edi. Bizning sevgimiz kinolardagidek boshlanmagan. Juda oddiy, sokin va chuqur edi. Uning kulgilari xonamni yoritib turardi. Lekin bir kuni u g'oyib bo'ldi. Hech qanday xatsiz, hech qanday tushuntirishsiz. Shunchaki narsalarini yig'di va ketdi. Men uni qidirdim. Butun shaharni kezib chiqdim. U yo'q edi. Yillar o'tdi. Men uni unutdim deb o'ylardim. Lekin mana bu eski apparat barcha jarohatlarni tirnadi. Qo'llarim qaltirab tasmani yuvishga tayyorladim. Qorong'i xonada faqat nafas olishim eshitilardi. Kimyoviy eritmaga solingan qog'ozda tasvir sekin namoyon bo'la boshladi. Men ko'zlarimga ishonmadim. Suratda Madina kulib turardi. Lekin u yolg'iz emas edi. Uning yonida qandaydir erkak turardi. Ular baxtli edilar. Ichimda nimadir uzilib ketgandek bo'ldi. Demak, u meni shunchaki tashlab ketgan ekan. Boshqasi uchun. O'zimni aldanib qolgandek his qildim. G'azab tomog'imga tiqildi. Ikkinchi suratni eritmaga soldim. Surat tiniqlashgach, nafasim ichimga tushib ketdi. Suratdagi erkak men edim. Lekin men bu kunni umuman eslolmasdim. Biz qandaydir ko'l bo'yida o'tirgan edik. Mening yuzimda tabassum. Madinaning ko'zlarida esa g'alati mung bor edi. Nega menda farzand bormi? Nega Madina buni mendan yashirdi? Nega u ketib qoldi? Miyada savollar tinmasdi. Men tong otishini kutmadim. Suratdagi ko'l bo'yini tanigandim. Bu shahardan uzoqdagi tashlandiq oromgoh edi. Mashinamni o't oldirib o'sha yoqqa qarab haydadim. Yomg'ir hamon tinmasdi. Yo'l bo'yi o'tmishni eslashga urindim. Nega aynan o'sha kun xotiramdan o'chgan? Bu voqeani eslolmayman. Xotiramda qandaydir bo'shliq borligini angladim. 3-suratni yuvdim. Bu surat hamma narsani ostin-ustun qilib yubordi. Suratda kichkina bolacha bor edi. Taxminan 3 yoshlarda. Bolaning ko'zlari xuddi meniki kabi edi. Madina bolani mahkam bag'riga bosib turardi. Men devorga suyanib qoldim. Xonaning qizil chirog'i ko'zimga qon bo'lib ko'rindi. O'chgan. Men nimadan qochganman o'zi? Oromgohga yetib kelganimda tong oqarayotgan edi. Atrof jimjit. Tashlandiq binolar arvohdek ko'rinardi. Ko'l bo'yiga tushdim. Suratdagi joyni topdim. O'sha eski o'rindiq hali ham turardi. O'rindiq ustida nimadir yaltiradi. Yaqinlashib ko'rdim. Bu kumush bilaguzuk edi. Madinaning bilaguzuki.
uni 3 kun oldin yo'qotib qo'yganini aytgandi. Demak, u yaqinda shu yerda bo'lgan. Men apparatni keltirgan qariyaning yuzini eslashga urindim. U Madinaning otasi edi. Garchi u ancha qarib cho'kib qolgan bo'lsa ham. Men mashinaga o'tirib, ularning eski hovlisiga bordim. Darvoza zanglab yotardi. Qulf yo'q edi. Hovliga kirdim. Xazonlar bilan qoplangan yo'lak. Uyning eshigi qiya ochiq edi. Ichkaridan qandaydir dori hidi kelardi. Xonaga kirdim. Karavotda bir chol yotardi. U o'sha tunda kelgan qariya edi. Meni ko'rib ko'zlarida yosh paydo bo'ldi. "Keldingmi, o'g'lim?" dedi u xirillagan ovozda. Men undan Madinani so'radim. U devordagi eshikni ko'rsatdi. O'sha xonaga kirdim. Xonada hech kim yo'q edi. Faqat stol ustida bir nechta xat turardi. Xatlarning hammasi menga yozilgan. Lekin birortasi yuborilmagan. Birinchi xatni ochdim. "Rustam, kechir meni. Men senga kasalligimni ayta olmadim. Yuragim sanchib og'ridi." "Qanday kasallik?" O'qishda davom etdim. "Sen san'atkorsan. Sening dunyong go'zal. Men bu dunyoni buzishni xohlamadim." U saraton edi. Davolanish uchun chet elga ketgan ekan. Lekin nega menga indamadi? Nega suratdagi bolacha haqida yozmagan? Ikkinchi xatni ochdim. "O'sha avariya hammamizning hayotimizni o'zgartirdi. Sen hushsiz yotganingda men qanday yashashni bilmasdim." "Avariya? Qanday avariya?" Birdan boshimda kuchli og'riq turdi. Xotiralar yashin kabi chaqnab ketdi. O'sha yomg'irli tun. Biz mashinada ketyapmiz. Orqa o'rindiqda o'g'limiz bor. Ha, bizning o'g'limiz. Men rulda edim. Qarama-qarshi yo'ldan kelayotgan yuk mashinasi. Qattiq zarba. Oynalarning sinishi. Madinaning qichqirig'i. Men hamma narsani esladim. Biz avariyaga uchragan edik. Men uzoq vaqt komada yotganman. Uyg'onganimda esa xotiramning bir qismi o'chib ketgan ekan. Men ularni tashlab ketmaganman. Men ularni shunchaki unutganman. Miya o'zini himoya qilish uchun mudhish xotiralarni o'chirib tashlagan. O'g'limiz o'sha avariyada vafot etgan ekan. Madina esa bu dardni ko'tara olmagan. Kasallik uni yemirib tashlagan. U meni ayblamagan. Shunchaki o'tmishni eslatmaslik uchun uzoqlashgan. Qo'limdagi xatlar yerga tushib ketdi. Men qanday qilib o'z farzandimni unutishim mumkin? Qanday qilib yillar davomida xotirjam yashab keldim? O'zimga bo'lgan nafratim cheksiz edi. Men chidab bo'lmas azob ichida qovurilardim. Tizzalab qoldim. Xonaning sovuq poliga yuzimni bosib dodladim. Hech qanday tasalli yordam bermasdi. 3-xatga ko'zim tushdi. U kecha yozilgan edi. Rustam, agar apparat qo'lingga yetib borgan bo'lsa, demak men endi yo'qman. O'sha suratlardagi bizning eng baxtli onimiz edi. Uni yodda saqla. O'zingni kechir. Men seni hech qachon ayblamaganman. Baxtli bo'lishga haqlisan. Xatdagi yozuvlar ko'z yoshlardan namlangan edi. Ortimga qadam sasi eshitildi. O'girilib qaradim. Ostonada bir ayol turardi. U Madinaga juda o'xshardi. Lekin u emasdi. Bu uning singlisi Nodira edi. U yig'lab menga qarab turardi. "Opam bugun tongda joni uzildi", dedi u pichirlab. U oxirgi nafasigacha sizni kutdi. Men ulgurmadim. Men o'z o'tmishimga kechikdim. Ichimda qandaydir bo'shliq paydo bo'ldi. Bu bo'shliqni endi hech narsa to'ldira olmasdi. Men qabristonga bordim. Yangi qazilgan tuproq hidi dimog'imga urildi. Uning qabri tepasida uzoq o'tirdim. Hech narsa demadim. Shunchaki tuproqni silab o'tirdim. Bizning hikoyamiz tugagan edi. Lekin azobi endi boshlanayotgandi. Men fotostudiyaga qaytdim. Xona hamon qorong'i. Qizil chiroq hamon yonib turibdi. Men apparatdagi oxirgi suratni yuvdim. Suratda Madina kasalxona karavotida yotardi.
Uning yuzi so'lg'in, lekin lablarida tabassum bor edi. U qo'lida kichik bir qog'oz tutib turardi. Qog'ozda bitta so'z yozilgandi: yashang. Men suratni devorga osdim. Bu mening eng qimmatli xazinam edi. Inson ba'zan o'z xotiralaridan qochishga urinadi. Lekin aynan o'sha xotiralar bizni inson qilib turadi. Og'riq bu tirikligimizning belgisi. Men endi qochmayman. Men o'tmishimni quchoqlab yashashni o'rgandim. Har bir yangi kun bu menga berilgan imkon. Men endi yangi suratlar olaman. Ularda soxta tabassumlar bo'lmaydi. Ularda faqat haqiqat bo'ladi. Hayot bizni qanchalik qiynamasin, yashashda davom etishimiz kerak. Uning so'nggi orzusi shu edi. Men uning bu orzusini amalga oshiraman. Deraza ortida yomg'ir tindi. Bulutlar orasidan quyosh nurlari ko'rindi. Men kameramni qo'limga oldim. Yashashda davom etish vaqti keldi. Farrosh hikoyalari kanali bilan birga bo'lganingiz uchun rahmat. Assalomu alaykum dardli azizlarim. Farrosh hikoyalari kanaliga yana bir bor xush kelibsiz. Siz qachondir o'z hayotingizni tomoshabin kabi kuzatganmisiz? Go'yo bu tana sizniki emas. Go'yo bu azoblar umuman boshqa birovga berilgandek. Men buni har kuni his qilardim. Har on yashardim. Men Shahnozaman. 17 yoshimda orzularimni oq matoga o'rashdi. Navoiyning shamolli izg'irin kunlari edi. O'zimdan 12 yosh katta odamga berishdi. U uzoq yo'lga qatnaydigan haydovchi edi. To'y kuni uning ko'zlariga qaradim. U yerda mehr yo'q edi. Faqat sovuq qiziqish. Men ayol emasdim. Men shunchaki uyning yangi buyumi edim. Oilada hamma og'ir ish bo'ynimda edi. Qaynonamning qoshqovog'iga qarab yashardim. Erta tongda tandirga olov qalardim. Olov yuzimni kuydirardi. Ammo ichimdagi qahratonni isita olmasdi. Turmush o'rtog'im oylab safarda bo'lardi. Qaytganda esa quruq so'zlar, sovuq baqiriqlar. Nega kiyimim tayyor emas? Nega ovqat bemaza? Men cho'ri edim. Sadoqatli va tekin xizmatkor. Ichimdagi dardlarni faqat qog'ozga to'kardim. Hech kimga aytolmasdim. Eski bir daftarim bor edi. Unga o'zim xohlagan, kutgan hayotni yozardim. Meni yaxshi ko'radigan inson. Meni chin dildan eshitadigan odam. Bu mening yolg'iz yupanchim edi. Bir kuni qaynonam xonamni titkilabdi. O'sha daftarni topib olgan. O'g'liga ko'rsatgan. Kechasi eshik zarb bilan ochildi. Sochimdan tortib yerga sudrashdi. Kim bu jazmaning deb baqirardi u. Men yozganlarim shunchaki armon ekanini aytolmadim. Hech kim meni eshitishni istamadi. Zarbning og'rig'idan hushimni yo'qotdim. Meni yarim tunda ota uyimga eltib tashlashdi. 18 yoshimda edim. Hayotim hali boshlanmasdan poyoniga yetdi. Ko'chaga chiqolmasdim. Odamlar barmoq o'qtalib pichirlashardi. Yosh beva deyishardi. Bu so'z yuragimni teshardi. Aybim faqat mehr istaganim edi. Yillar o'tdi. Men tirik murdaga aylandim. 23 yoshimda meni yana majburlashdi. Uydagi qari qizsan, o'tirasanmi deyishdi. Yangi oilam uzoq bir qishloqda edi. Erimning ismi Aziz. Birinchi xotini bepush deb ajrashgan ekan. Avvaliga hammasi go'zal tuyuldi. U menga kulib qarardi. Kechalari qo'llarimdan tutardi. Uning barmoqlari issiq edi. Ko'zlarida o'zimni ko'rardim. Men erib ketardim. Tabiiy va nozik tuyg'ularni his qildim. Men nihoyat ayol ekanimni angladim. Bir yil o'tib qiz farzand ko'rdik. Ismini Rayhon qo'ydim. Men osmonlarda edim. Aziz qizimizni yaxshi ko'rardi. Ammo bu yolg'on tong ekan. Bu baxt uzoqqa cho'zilmadi. Aziz kutilmaganda ishdan ketdi. Uyda o'tirib qoldi. Dasturxonda non qolmadi. U esa faqat uxlar yoki televizor ko'rardi. Qizimning ochlikdan yig'lashi yuragimni teshardi. Men o'rnimdan turishga majbur edim.
Qarz oldim. Kichik bozorga chiqdim. Sovuqda, Qahratonda mollar sotdim. Aziz esa uyda issiq choy ichib o'tirardi. Savdom sekin yurishdi. Men qattiqlashdim. Istanbuldan mol keltira boshladim. Qo'lim pul ko'rdi. Odamlar menga hurmat bilan qaray boshladi. Ammo kechalari yostiqqa bosh qo'yganimda ichimda qandaydir bo'shliq borligini bilardim. Men oilani boqadigan erkakka aylanib qolgandim. Katta bir tavakkalga qo'l urdim. Eng yaqin dugonam bilan sherik bo'ldik. Bor pulimni bitta savdoga tikdim. Bir kechada hammasi kul bo'ldi. Dugonam pullar bilan qochib ketgandi. Men tubsiz jarlik yoqasida qoldim. Qarz beruvchilar eshigimni tagida poylab yotardi. Aziz esa mendan yuz o'girdi. "O'zing pishirgan osh", dedi u sovuqqonlik bilan. Qizim 6 yoshda edi. Uni onamning qulog'iga topshirib musofirchilikka ketdim. Uzoq va sovuq Yekaterinburgga. Muzlagan zavodda qadoqchi bo'lib ishladim. Barmoqlarim yorilib qonab ketardi. Kechalari rayhonning issiq hidini eslab unsiz yig'lardim. Qarzlarimni to'lash uchun yillar davomida o'zimni unutdim. 3 yil o'tdi. Qarzlar uzildi. Men ozg'in, ko'zlarida nuri yo'q ayol bo'lib uyga qaytdim. Erimning ko'zlariga qaradim. U yerda sovuqlikdan boshqa narsa yo'q edi. Tasodifan uning telefoniga kelgan xabarni ko'rib qoldim. U boshqa ayol bilan yashab yurgan ekan. Mening yuborgan pullarimga, mening azoblarim hisobiga. Tomog'imga achchiq yig'i tiqildi. Men uning uchun, oilamiz uchun o'zimni fido qilgandim. U esa mendan shunchaki foydalangan. Men janjal qilmadim. Qaynonam odatdagidek meni aybladi. "O'zing yillab uyni tashlab ketding", dedi u. Men karavot chetida hissiz o'tirardim. Keta olmasdim. Qizim otasiz o'sishini xohlamasdim. Shu sabr emasmi? Shu to'g'ri yo'l emasmi? Shu payt qizim Rayhon xonaga kirdi. U endi 9 yoshda edi. U yoshli ko'zlari bilan menga qaradi. Kichik, issiq qo'llari bilan qo'limni ushladi. "Oyi, ketaylik. Men sizni yana yig'lashingizni xohlamayman", dedi pichirlab. Bolaning so'zlari. Bu so'zlar miyamda chaqmoqdek yangradi. Men uning baxti uchun o'zimni qurbon qilyapman deb o'ylabman. Aslida uni ham shu tubsiz botqoqqa, xo'rlikka o'rgatayotgan ekanman. Men o'rnimdan turdim. Biz uydan chiqdik. Ko'chada kuzning sovuq yomg'iri yog'ardi. Men hamma mol-mulkimni, o'sha uyga sarflagan umrimni tashlab chiqdim. Lekin yelkamdan ulkan tog' ag'darilgandi. Men endi qo'rqmasdim. Aziz ortimdan baqirib qoldi. "Hech kimga kerakmaysan, qaytib kelasan", dedi u. "Yo'q. Men qaytmayman. Hech qachon. Hozir 35 yoshdaman. Kichkina do'konim bor. Boy emasman. Lekin hech kimdan qarzim yo'q. Kechalari xotirjam uxlayman. Qizimning kulgisini eshitaman. Baxt nima ekanini endi tushundim. Baxt bu Berovning senga rahm qilib mehr berishi emas ekan. Baxt bu o'z qadringni o'zing bilishing. O'z oyog'ingda tik turishing. Agar siz ham hozir xuddi shunday zulmatda, qo'rquv ichida o'tirgan bo'lsangiz, bir narsani biling. Siz hech kimning cho'risi emassiz. Sizni qadrlamagan, ko'z yoshingizni ko'rmagan inson uchun hayotingizni sarflamang. Qorong'ulikning oxiri doim bor. Faqat o'sha yorug'likka olib chiqadigan eshikni o'zingiz ochishingiz kerak. O'zingizni seving. Shundagina dunyo sizni sevishni boshlaydi. Farrosh hikoyalari kanali bilan birga bo'lganingiz uchun rahmat. Men erimni sevaman. Chindan ham sevaman. Lekin har tun u yonimda pishillab uxlayotganida men ko'zlarimni ochib tavba qilaman. Chunki mening vujudim uniki bo'lsa ham, xotiralarim boshqa odamga tegishli. O'z akamga. Buni eshitish dahshatli. Bilaman. Siz hozir mendan nafratlanyapsiz. Meni hukm qilyapsiz.
Agar Berov menga shu gapni aytsa, men ham uning yuziga tupurgan bo'lardim. Lekin hayot biz o'ylaganchalik oddiy emas ekan. Oq va qora ranglardan tashqari shunday bir qorong'u ranglar borki, unga tushib qolmasangiz aslo tushunmaysiz. Assalomu alaykum, Farrosh hikoyalari kanalining aziz va qadrdon muxlislari. Ismim Malika. Hozir 32 yoshdaman. Erimning ismi Rustam. Bizning 10 yillik baxtli oilamiz bor. 2ta farishtadek bolamiz bor. Tashqaridan qarasangiz biz ideal oilamiz. Hamma havas qiladi. Hamma bizdek bo'lishni xohlaydi. Lekin mening ichimda, mening qalbimning eng tubida chiriyotgan bir sir bor. Bu sir go'yo tirik maxluq. U meni ich-ichimdan yeb bitiryapti. Bu mening eng katta gunohim. Va ayni paytda mening yagona haqiqiy telbalarcha muhabbatim. Akamning ismi Jasur. U mendan 5 yosh katta. Bizning o'rtamizdagi rishta hech qachon oddiy aka-singillik bo'lmagan. Ota-onamiz doim ishda, doim band edilar. Biz uyda doim ikkimiz qolardik. Jasur men uchun hamma narsa edi. Ham ota, ham ona, ham himoyachi, ham koinot. Esimda 7 yosh edim. Velosipeddan yiqilib tizzamni yorib oldim. Qon oqib ketdi. Men onamni chaqirib yig'lamadim. Men Jasurni chaqirdim. U yugurib keldi. Meni ko'tarib oldi. Yaramni yuvdi. Dori surtdi. O'shanda uning ko'zlaridagi xavotirni ko'rganman. U mening og'rig'imni o'zinikidek his qilardi. Kechalari momaqaldiroq gumburlaganda qo'rquvdan qaltirab uning xonasiga yugurardim. Uning karavotga kirib, kichkina qo'llarim bilan unga yopishib olardim. U meni bag'riga bosardi. "Qo'rqma, Malikam. Men borman. Seni hech kim xafa qila olmaydi", derdi. Uning bo'ynidan keladigan o'sha bolalarcha atir-sovun hidi men uchun dunyodagi eng tinchlantiruvchi ifor edi. Uning bag'ri mening xavfsiz orolim edi. Biz birga ulg'aydik. Maktabda Berov menga qattiq gapirsa, Jasur o'sha zahoti paydo bo'lardi. U mening soyam edi. Men esa uning yorug'ligi. Mening hamma sirlarimni faqat u bilardi. Biz kechalari soatlab gaplashib o'tirardik. Ba'zan hech narsa haqida, ba'zan hamma narsa haqida. U mening ko'zimga qarab nima xohlayotganimni bilardi. So'zlarga hojat yo'q edi. Bizning qalbimiz bir xil ritmda urardi. Boshqalar uchun biz shunchaki inoq aka-singil edik. Lekin ich-ichimizdan bu qonqardoshlikdan ham chuqurroq g'alati bir bog'liqlik edi. O'smirlik davrim boshlandi. Yigitlar menga e'tibor bera boshladi. Lekin mening hech qaysi munosabatim uzoqqa cho'zilmasdi. Nega bilasizmi? Chunki men ularning har biridan Jasurni qidirardim. Ularning hech biri Jasurdek tushunmasdi. Hech biri Jasurdek qaramasdi. Hech biri u kabi himoya qila olmasdi. Va ularning hammasi mening ko'zimda mag'lub bo'lardi. Jasur ham qizlar bilan uchrashib yurdi. Lekin u ham hech kimga uylanmadi. Jiddiy qadam qo'ymadi. Uning hayotida qizlar paydo bo'lganda mening ichimda qandaydir ilon o'rmalardi. Men rashk qilardim. Dahshatli darajada rashk qilardim. O'zimcha buni singillik qizg'anishi deb o'ylardim. Lekin o'zimni aldayotgan ekanman. Bu mutlaqo boshqa narsa edi. Bu u faqat meniki degan yovvoyi egalik hissi edi. Keyin hayotimga Rustam kirib keldi. Rustam o'ta aqlli, bosiq, kelajagi porloq yigit edi. Ota-onam uni ko'kka ko'tarishdi. Tengini topding, deyishdi. U menga chiroyli so'zlar aytardi. Qimmat sovg'alar berardi. Meni malikalardek tutardi. Men uning taklifini qabul qildim. Chunki bu to'g'ri qaror edi. Hamma shuni kutayotgan edi. Jamiyat shuni talab qilardi. O'zimni ishontirdim. Baxtli bo'lish uchun shu yetarli. Sevgi keyin keladi, dedim. To'y taraddudi boshlandi. Liboslar, mehmonlar,
Restoran. Hamma narsa yugur-yugur. Hamma xursand. Lekin mening yuragimda qandaydir sovuq tosh yotardi. O'zimni qandaydir tuzoqqa tushayotgandek his qilardim. Shu davrda Jasur butunlay o'zgarib qoldi. U gapirishdan to'xtadi. Doim o'ychan, doim ma'yus. U menga chetdan, uzoq-uzoqdan tikilib turardi. Uning ko'zlarida shunday bir jonsirak og'riq bor ediki, buni ko'rib mening ham yuragim qon talardi. U men uchun xursandek ko'rinishga urinar, lekin bu shunchalik soxta ediki. To'y yaqinlashgan sari mening nafasim bo'g'lardi. Men hayotimdagi eng muhim insonni, Jasurni abadiy yo'qotayotganimni anglab yetardim. Endi hech narsa oldingidek bo'lmaydi. Endi men birovning xotini bo'laman. Bu o'y meni aqldan ozdiray derdi. Lekin orqaga yo'l yo'q edi. Karta tashlab bo'lingandi. To'yimdan 3 kun oldin biz butun oila bilan tog'dagi dala hovlimizga bordik. Bu bizning eski an'anamiz edi. To'ydan oldingi so'nggi oilaviy dam olish. Kechgacha shovqin-suron, o'yin-kulgi bo'ldi. Hamma charchadi. Tunda hamma xonalarga tarqalib uyquga ketdi. Faqat men va Jasur qoldik. Tashqarida sekin yomg'ir tomchilay boshladi. Biz ochiq ayvonda eski yog'och kursilarda yonma-yon o'tirardik. Hamma yoq jimjit. Faqat yomg'irning tomga urilishi va uzoqdan chigirtkalar ovozi. Havo salqin, nam tuproq hidi kelardi. Biz uzoq vaqt indamay o'tirdik. Sukut shu qadar og'ir ediki, qulog'imni kar qilay derdi. Nihoyat u sukutni buzdi. Ovozida g'alati, sinik bir titroq bor edi. Rustam, u seni baxtli qila oladimi, Malika, dedi u. Ko'zimga qaramadi. Qorong'ulikka tikilib turardi. Men yutindim. Tomog'imga bir narsa tiqilib qoldi. Ha, u yaxshi inson. Hamma yaxshi bo'ladi, dedim duduqlanib. Lekin ovozim o'zimga ham shunchalar yolg'on, shunchalar zaif eshitildiki. Shunda u menga burildi. Ayvonning xira chirog'ida uning yuzini ko'rdim. Uning ko'zlarida yosh aylanardi. Mening kuchli, yengilmas, mag'rur akam yig'layotgan edi. Men sensiz nima qilaman, deb pichirladi u. Uning ovozi yig'iga aylanib ketdi. Sen mening hayotimdagi yagona ma'nosan, Malika. Seni birovga berib yuborish, go'yo o'z yuragimni sug'urib berishdek gap. Men bu uyda sensiz qanday nafas olaman? Bu so'zlar mening vujudimni poroxdek portlatib yubordi. Men o'zimni ushlab turolmadim. Barcha niqoblar, barcha yolg'onlar, to'y haqidagi o'ylar parcha-parcha bo'lib to'kildi. Men ho'ngrab yig'lab yubordim. Yuzimni qo'llarim bilan to'sib faryod qildim. Chunki men ham xuddi shunday ezilayotgan edim. U darhol o'rnidan turdi. Tizzalari bilan mening oldimga cho'kdi. Issiq qaltirayotgan qo'llari bilan yuzimni yopgan kaftlarimni sekin tortib oldi. U mening ko'z yoshlarimni o'z barmoqlari bilan artdi. Uning barmoqlari shunchalar issiq, shunchalar tanish edi. Lekin bu safar bu teginishda mutlaqo boshqacha, qandaydir elektr toki bor edi. U mening yuzimni hovuchladi. Nafasi yuzimga urilardi. U peshonamdan uzoq, juda uzoq o'pdi. So'ng sekin pastga tushdi. Ko'zlarimdan, yonoqlarimdan o'pdi. Men qarshilik qilmadim. Harakatlanishga madorim yo'q edi. Vujudim xuddi sehrlangandek qotib qolgandi. Miyamning eng uzoq burchagida bir ovoz, bu gunoh. Bu sening akang, deb baqirardi. Lekin yuragim o'z qafasini yorib chiqishga tayyor edi. Bu xuddi yillar davomida sahroda suvsiz qolib, nihoyat buloqqa yetib kelganga o'xshardi. Uning lablari mening lablarimga tegdi. Bu hayotimdagi birinchi bo'sa emasdi. Lekin bu mening birinchi haqiqiy bo'sam edi. Bu shunchaki hayvoniy ehtiros emasdi. Yo'q. Bu bo'sada 20 yillik aytilmagan so'zlar, yashirilgan sog'inch, fojia, vidolashuv va qonli ko'z yoshlar mujassam edi. Bu butun umrlik yolg'izlikning portlashi edi. Men qo'llarimni uning bo'yniga chirmadim.
Men unga javob qaytardim. O'sha soniyada men uchun koinot to'xtadi. Faqat yomg'ir ovozi va bizning aqldan ozgan yuragimizning gumburlashigina qolgandi. U meni dast ko'tarib oldi. Qorong'u yo'lakdan o'tib mening xonamga olib kirdi. Meni ehtiyotkorlik bilan xuddi billur idishni qo'ygandek karavotga yotqizdi. U tepamda turib ko'zlarimning ich-ichiga tikildi. Go'yo so'nggi bor ruxsat so'rayotgandek. Go'yo orqaga qaytish imkonini berayotgandek. Lekin men ko'zimni yummadim. Men unga qarab turdim. Bu mening o'z xohishim edi. Mening ongli gunohim edi. U sekin titrayotgan qo'llari bilan libosimni yecha boshladi. Uning har bir harakati shunchalar mayin, shunchalar muqaddas ediki, go'yo u ibodat qilayotgandek edi. Men ham unga yordam berdim. Tanamiz bir-biriga tekkanda butun vujudim olov bo'lib yondi. Bunda zarracha uyat, zarracha ifloslik sezilmasdi. Faqatgina dahshatli darajadagi yaqinlik va bir butunlik bor edi. U mening butun tanamni o'pardi. U mening har bir nuqtamni bilar, lekin ularga mutlaqo boshqa bir olamni kashf qilayotgandek teginardi. Biz shoshmadik. Biz go'yo bir-birimizni birinchi marta ko'rib turgandek qaytadan o'rganardik. U qulog'imga shivirlardi. Seni sevaman. Jonginam, seni qanday qilib birovga beraman? Sensiz o'laman. Uning so'zlari ko'z yoshlari bilan aralashib ketardi. Men ham uni sevishimni, umrimning oxirigacha faqat uni sevishimni aytib yig'lardim. Buni so'z bilan tushuntirish imkonsiz. Bu ikki jismning emas, ikkita ezilgan, bir-biriga muhtoj ruhning qovushishi edi. U menga shunday nazokat bilan, shunday muhabbat bilan yaqinlashdiki, men o'zimni hayotimda birinchi va oxirgi marta to'liq his qildim. Go'yoki tug'ilganimdan beri kemtik bo'lgan qalbim o'zining haqiqiy yarmini topgandi. Bizning nafasimiz, yurak urishimiz, ko'z yoshlarimiz bir-biriga qorishib ketdi. Eng yuqori cho'qqiga chiqqanimizda biz bir vaqtning o'zida bir-birimizning ismimizni aytib ingradik. Bu lazzat nidosi emasdi. Bu og'riq edi. Bu yirtilib ketgan qalb faryodi edi. Bu abadiy vidolashuv nidosi edi. Chunki ikkimiz ham bu kecha birinchi va oxirgi marta ekanligini judayam yaxshi bilardik. Biz tonggacha qimirlamay yotdik. Bir-birimizni shu qadar mahkam quchoqlab olgandikki, go'yo kimdir kelib bizni ajratib tashlashdan qo'rqardik. Tashqarida yomg'ir tindi. Xonaga tongning sovuq, kulrang yorug'ligi tusha boshladi. Men yuzimni ko'tarib unga qaradim. Uning yuzida qotib qolgan yosh izlari bor edi. U hamon yig'lardi. Men ham indamadim. Biz gaplashmadik. Bunga hojat yo'q edi. Biz chiziqni kesib o'tgandik. Biz o'rtamizdagi pok insoniy rishtani o'z qo'limiz bilan, sevgimiz bilan o'ldirgan edik. O'sha tong biz bir-birimiz bilan abadiy xayrlashdik. Ham aka-singil sifatida, ham telba oshiqlar sifatida. 2 kundan so'ng men oppoq kelinlik libosda Rustamning yonida qotib turardim. Hamma qarsak chalar, tabriklar, qanday baxtli kelin deb havas qilardi. Men jilmayardim. Lekin ich-ichimdan men o'lik edim. Mening ruhim o'sha yomg'irli tunda, o'sha xonada qolib ketgandi. To'yxona markazida yuzlab odamlar orasida men Jasurning nigohiga to'qnash keldim. U uzoqdan menga qarab turardi. Uning ko'zlarida endi na mehr, na sevgi bor edi. Uning ko'zlarida faqat o'lik bir sovuqlik, dahshatli bir bo'shliq bor edi. U men uchun o'sha lahzada abadiy begona odamga aylandi. Bizning sirimiz bizni biriktirmadi, aksincha oramizga yengib bo'lmas beton devor qurdirdi. O'sha kundan beri 10 yildan oshdi. Biz Jasur bilan ko'rishib turamiz. Oilaviy bayramlarda, yig'inlarda. Lekin biz hech qachon yolg'iz qolmaymiz. Biz o'sha tun haqida biron marta ham gaplashmadik. Ismiga ham yuzlanmadik. U mening erimga ajoyib pochcha. Bolalarimga mehribon tog'a. Hech kim, hatto ota-onam ham hech narsani sezmaydi. Jasur ham uylandi. Uning ham o'z hayoti bor. Men Rustamni hurmat qilaman. Uni qadrlayman. U haqiqatan ham yaxshi ajoyib ota bo'ldi.
U menga tinch, barqaror hayot berdi. Mening oilam butun. Lekin har kuni men vijdon azobida o'taman. Erimning ko'ziga qarab, unga qilingan mudhish xiyonatimni eslayman. Bu mening xochim. Buni bir umr ko'tarib o'taman. Lekin ba'zan uyda yolg'iz qolganimda, yomg'ir yoqqanida men o'sha tunni eslayman. O'shanda his qilgan vujudimni kuydirgan olovni eslayman. Tan olish qanchalik dahshatli bo'lmasin, men o'sha kechadan boshqa hech qachon, hech kim bilan o'zimni u qadar tirik, u qadar baxtli his qilmadim. Bu mening qora gunohim. Va bu mening hayotimdagi yagona haqiqiy muhabbatim. Men bu sirni o'zim bilan tuproqqa olib ketaman. Ayol kishining yarasi uning qalbida yillab yashirin yotadi. Toki kimdir o'sha yaraga mehribon qo'llarini tekkizmagunicha. Men o'z halol erimdan ko'rmagan mehrni bu xonadonda mutlaqo kutilmagan insondan topdim. Uni rad etishga urindim. Vijdonim qiynaldi. Lekin tashlandiq holga kelgan vujudim va qalbim o'sha yashirin, taqiqlangan haroratga taslim bo'ldi. Hozir aytib beradigan sirimni ehtimol ko'pchiligingiz qoralarsiz. Lekin yolg'iz ayolning olovi qanday kuydirishini faqat men bilaman. Assalomu alaykum, Farrosh hikoyalari kanalining aziz va qadrdon muxlislari. Ismim Sarvinoz. Yoshim 34 ta. Tashqaridan qaragan odam uchun oddiygina turmushga chiqqan, bolalarni tarbiyalayotgan kelinman. Lekin qalbimning ichida qanday do'zax yonayotganini hech kim bilmaydi. Turmushimning ilk yillaridanoq halovat nimaligini bilmadim. Erim u juda qattiqqo'l, mehrsiz inson chiqdi. Buning ustiga ichkilikka ruju qo'ygandi. Ichib kelgan kunlari uyimizda qiyomat qo'pardik. Na menga, na bolalariga shafqat qilardi. Qaynota va qaynonam bilan bitta hovlida yashardik. Ular o'z o'g'illarining fe'lini bilgani uchun ham ko'p vaqt aralasha olishmasdi. Shu azoblarga, shu kaltaklarga bolalarim uchun chidadim. Lekin ayolning ko'ngli bir marta qolsa muzlab qolarkan. Erim oxiri Rossiyaga ishlagani ketdi. Uning ketishi bilan uyga qandaydir sovuq tinchlik cho'kdi. Tinchlik bor edi, lekin ro'zg'orning yuki butunlay mening yelkamga tushdi. O'zim ishlab, o'zim bolalarimni boqardim. Erim u yerdan na tayinli pul jo'natardi, na bir marta qo'ng'iroq qilib hol-ahvol so'rardi. Oylab daragi bo'lmasdi. Bolamiz kasal bo'lmadimi? Yeb icharidan kamchiligi yo'qmi degan savolni bermasdi. O'ylang. Tirik eringiz bo'la turib, butunlay beva ayoldek himoyasiz yashash qanday og'ir ekanligini. Men ko'zguga qarashni ham xohlamasdim. 30 dan sal oshgan bo'lsam ham, o'zimni 80 yoshli kampirdek charchagan his qilardim. Qalbimda zarracha ayollik hissi, zarracha umid qolmagandi. Faqat o'sha 24 yoshli qaynukam Dilshodbek bo'lmaganida edi. Dilshodbek erimning ukasi bo'lsa-da, akasiga mutlaqo o'xshamasdi. Hali uylanmagan, ochiq ko'ngil, tabiatan juda shirin so'z yigit edi. U xuddi qaynonamga o'xshab mehribon edi. Erimdan farqli o'laroq u uyda mening eng katta yordamchimga aylandi. Hovlidagi og'ir ishlarni qilar, bozor-o'charga qarashar, bolalarimni ham o'z bolasidek erkalatardi. Ba'zan ishdan charchab kelganimda, "Kelinoyi, charchamadingizmi? O'tiring, choy damlab beraman" deb shunday muloyim gapirardiki. Bu oddiy insoniy mehr mening toshdek qotib qolgan yuragimni teshishni boshlagandi. Ta'riflashga tilim ojiz. U shunchalar g'amxo'r ediki. Bir kuni shunday voqea bo'ldi. Erimning boshqa davlatda kim bilandir yashab yurgani haqidagi mishmishlarni qulog'im chala eshitib qolgandi. Ammo bunga ishonishni xohlamagandim. Lekin o'sha oqshom qaynonam va qaynotam dahlizda pichirlashib o'tirganlarida ularning suhbatini poylab haqiqatni bildim. "O'g'lingiz u yerda boshqa xotin qilib olibdi. Bu bechora kelinga nima deymiz endi" deb yig'lardi qaynonam. Men joyimda qotib qoldim. Boshimga xuddi qaynoq suv to'kilgandek bo'ldi.
Men bu xonadonga uning nomusiga sadoqat saqlab, yillab yeyishimdan tejab bolalarni boqsam-u, u menga shunday xiyonat qilsa. Men yugurib orqa hovliga, qorong'u omborxonaga kirdimda, yuzimni kaftlarim bilan to'sib, ho'ngrab yig'lab yubordim. Butun alamimni, butun xo'rligimni yosh bilan chiqarmoqchi edim. Shu payt eshik sekin ochildi. Qorong'ida Dilshodbekning qomati ko'rindi. U meni yig'layotganimni ko'rib shoshib yonimga keldi. "Kelinoyi, nima bo'ldi? Nega yig'layapsiz?" dedi u xavotir bilan. Men yuzimni o'girishga urindim. Hech narsa. Dilshodbek, shunchaki charchadim, dedim burnimni tortib. Lekin u ketmadi. U yonimga eski harakka o'tirdi va kutilmaganda mening titrayotgan yelkamdan ohista quchoqlab o'ziga tortdi. Men hammasini eshitdim, "Kelinoyi", dedi u shunday chuqur, shunday og'riqli ovoz bilan. "Akam bunga noloyiq ish qildi. Siz dunyodagi eng yaxshi ayolsiz. Siz bunday azobga munosib emassiz." Uning bu so'zlari, yelkamdagi qo'lining issiq harorati meni butunlay esankiratib qo'ydi. Yillar davomida hech kim meni bunchalik himoya qilmagandi, bunchalik qadrlamagandi. Men ongsiz ravishda boshimni uning ko'kragiga qo'yib yubordim. Uning yuragi gursillab urardi. "Yig'lamang. Iltimos", pichirladi u. Uning nafasi sochimga tegib turardi. O'sha soniyada oramizdagi yovvoyi, ammo o'ta shirin bir tortishuvni ikkimiz ham his qildik. Lekin u tezda o'zini o'nglab, o'rnidan turdi va chiqib ketdi. Men tuni bilan uxlab bilmadim. Shu voqeadan keyin oramizda tushunib bo'lmas bir ko'rinmas ip paydo bo'ldi. Men uni ko'rganda qizarib ketar, u esa nigohlarini mendan uzolmasdi. Dilshodbek qayerga bormasin, menga doim shirinliklar, somsalar olib keladigan bo'ldi. "Kelinoyi, sizga ataylab olib keldim. Ozib so'lib ketyapsiz o'zi", derdi u ko'zlarimga tikilib. Bu shunchaki hurmat emasligini men uning yonib turgan qop-qora ko'zlaridan, menga qaratilgan yovvoyi, intiq nigohlaridan o'qib olardim. Kunlarning birida hovlida hech kim yo'qligida u yonimga keldi. "Kelinoyi, zerikmayapsizmi?" dedi u sirli jilmayib. Men indamadim. O'sha paytlar erimni ko'rmaganimga 1 yildan oshgan, ayollik hislarim mudrab yotgan qaqragan yerga o'xshardi. U bir qadam yaqin keldi. Ovozini pasaytirib, "Kelinoyi, siz bilan yaqinroq bo'lishni xohlayman. Meni tushunyapsizmi?" dedi. Men shok holatiga tushdim. Qo'limdagi sochiq yerga tushib ketdi. "Nima deganingiz bu, Dilshodbek? Aqlingiz joyidami?" dedim qaltirab. Lekin ishonasizmi, ich-ichimdan bu menga yoqib ketgandi. Ayollik g'ururim toptalib yotgan paytda yosh, baquvvat yigitning meni shunday istashi mudroq ehtiroslarimni uyg'otib yuborgandi. "Yo'q, Kelinoyi", dedi u o'z gapida qat'iy turib. "Sizni anchadan beri yaxshi ko'rib qolganman. Aytolmay yurardim. Siz qiynalyapsiz, men buni ko'rib azoblanyapman. Keling, birga bo'lamiz." Bu gaplarni eshitib, go'yoki butun vujudim yonib ketgandek bo'ldi. Aqlim inkor qilar, ammo qonim tezlashib, yuragim qafasdan chiqqudek urardi. Men hech narsa deya olmadim va xonamga qochib kirdim. Hammasi qaynonam va qaynotam Jizzaxga, Zominga 5 kunga dam olgani ketishganida boshlandi. Uyda faqat ikkimiz katta hovlida yolg'iz qoldik. Bolalar uxlab yotardi. Kechqurun hovlini supurib, ishlarimni tugatayotgandim. Tashqarida oy yorug'i, sokinlik. Kutilmaganda Dilshodbek orqamdan keldi-yu, qattiq quchoqlab oldi. Uning baquvvat qo'llari belimdan siqib, nafasini bo'ynimda his qildim. "Kelinoyi, menga 1 kunlik vaqtingizni bering. Sizga shunday mehr berayki, butun azoblaringizni unutasiz", deb pichirladi u. So'ng sekin bo'ynimdan, yuzimdan o'pdi. Men harakat qilish tugul, nafas olishga ham qiynalardim. Uning yigitlik ifori, issiq harorati mening butunlay muzlab yotgan tanamni eritib yubordi. Axir 1 yildan beri erkak kishining mehrini umuman ko'rmagandim. Men qo'llarimni uning sochlariga olib bordim va ixtiyorimni butunlay unga topshirdim.
U meni ko'tarib xonaga olib kirdi. Nima qilyapsiz, Dilshodbek? Dedim ohista pichirlab, aslida hech qanday e'tiroz bildira olmasdim. Hozir ko'rasiz. Men sizga qanchalik go'zal ayol ekanligingizni ko'rsataman, dedi u ehtiros bilan. O'sha tunda biz hamma chegaralarni buzdik. Uning mehri shunchalar yovvoyi, shunchalar qaynoq ediki, men o'zimni 7-osmonga uchgandek tasavvur qildim. Erimning sovuq, qo'pol munosabatidan keyin bu yigitning ehtiyotkorona, butun vujudi bilan intilishi meni aqldan ozdirayotgandi. O'sha oqshom men hamma narsani unutdim, jamiyatni ham, gunohni ham, erimni ham. Biz o'sha dam olish kunlarida xuddi haqiqiy er-xotindek yashadik. U menga shunday shirin tuyg'ularni tortiq qildiki, men bu yashirin baxtga o'rganib qoldim. Qaynonam va qaynotam dam olishdan qaytib kelishdi. Hovli yana gavjum bo'ldi. Lekin biz endi avvalgi odamlar emasdik. Biz katta, yashirin bir sirning sheriklariga aylangandik. Men kunduzi hammadek yuzi yorug', oddiy kelindek yurar, Dilshodbek ham menga begonalardek muomala qilardi. Ammo ko'zlarimiz uchrashganda oramizdagi olov chaqnab ketardi. Biz o'zimizga xos sirli ishora o'ylab topdik. Kechalari hamma shirin uyquga ketganida, qariyalar uh tortib yotganida, men tashqariga suv ichish bahonasida bir marta chiqib kirardim. Bu mening tayyorman degan ishoram edi. Dilshodbek buni derazadan ko'rib turar va birozdan so'ng sekin, ohista qadamlar bilan xonamning eshigini ochardi. Biz tuni bilan sokin pichirlashib, bir-birimizning og'ushimizda yashirincha baxtdan mast bo'lardik. Tong otguncha men uni bag'rimdan qo'yib yuborgim kelmasdi. U ham sizsiz yashay olmayman deb takrorlashdan charchamasdi. Bu hayot shu qadar xavfli, qaltis ediki, birgina xato ovozimiz hammamizni sharmanda qilishi mumkin edi. Lekin ayni shu xavf ehtiroslarimizni 10 chandon oshirib yuborardi. Erimdan ko'rmagan butun mehrni, ayollik baxtini men shu yosh qaynukamning qaynoq quchog'idan oldim. Men o'zimni shunday kerakli, shunday jozibador his qilardimki, uyqum kelmasida ko'zlarim porlab turardi. Lekin hech qanday yashirin narsa abadiy qolmas ekan. Bir necha oydan so'ng vujudimda g'alati o'zgarishlarni his qila boshladim. Ko'nglim aynib tez charchaydigan bo'lib qoldim. Ha, ishonchingiz komil bo'lsin. Men homilador bo'lib qolgan edim. Qaynukamdan. Erim hali kelmagan. Qaynonamlar hech narsadan bexabar. Ichimdagi murg'ak jon esa kundan kunga o'sib bormoqda. Men qanday chora topishni, bu sirni qanday yashirishni bilmayman. Dilshodbek. U ham gangib qolgan. Biz sevgi deb o'ylagan bu shirin gunohimiz endi katta bir portlash arafasida turibdi.